Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Ko'rayotganlar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining nazar programmasi. Men Alim. Biz bugun Kanadadagi siyosiy vaziyat ustida alohida suhbat olib boramiz. Biz bu munosabat bilan Kanadada ziyorat bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Ayso apandi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ko'chmanlar idorasining raisi Mehmet To'xta apandi bilan alohida suhbat olib boramiz. Suhbatimizga xush keldinglar. Xush bulduk, rahmat. Rahmat. Bunda biz oldi bilan ishlayinglarga, ya'ni Kanadadagi Uyg'ur xalqiga muborak bo'lsin. Ya'ni sizlar 140 yillik bir cherkovni, hamda bir Kanadadagi Uyg'urlar, ya'ni To'yg'un Abduvali apandining yetakchiligida buni bir Uyg'ur mechiti ham madaniyat markaziga aylantirib sizlar. Buning albatta cho'ng bir murosim bo'ldi. O'tgan haftaning oxiri hammalar shohid bo'ldinglar. Bunda biz Dolqun apandi sizning bu qitim Kanadaga kelishga asosli maqsadingiz mushu mechitning ochilishi uchun keldingizmi? Rahmat. Bu qitim mening Kanadaga kelish asosli sababimning birisi shu Kanada Uyg'ur mechiti va madaniyat markazi ekan, to'liq ism beribdi. Shuning ochilish murosimiga keldik. Bular bu mechitni setvelib, buning rasmiy ochilish ishlarini qilishdan burun bu murosimga bizning qatnashib berishimizni iltimos qilib talab qilgan. 8-oylarda dastlab plan qilgan, ammo chegirlar ochilmaganligi uchun 9-ayning 7-kunisida Kanadaning chegarasi ochildi. Shuning bilan bu 9-ayning oxiriga o'rnashtirilibdi. Shu munosabat bilan keldik. Albatta muhim maqsadlarning birisi shu Uyg'ur mechiti va madaniyat islom va madaniyat markazining ochilishiga qatnashish va bu fursatdan foydalanib, andan keyin Kanadada mening saylan bo'ldi. Bu yeni parlament a'zolari yeniden saylanib chiqildi. Gerçi rasmiy ishga tushmagan bo'lsa, bu fursatdan foydalanib bu Kanadaning yangi hukumatlar bilan va yoki parlament a'zolari bilan bir uchrashuvlar o'tkazish va shundaqla yana boshqa shaharlardagi Uyg'ur jamoati bilan bir yuz ko'rishish. Chunki oradan bu virus boshlangan 2 yilga yaqin vaqtdan buyon bu yerdagi jamoat bilan faqat tor orqali ko'rishdik, ammo yüz ko'rish fursatimiz bo'lmagan. Shunday maqsadlar bilan Kanadaga ziyoratga keldik. Mehmet To'xta apandi albatta bu Kanadadagi 140 yillik bu ibodatxona, ya'ni Xristian ibodatxonasini bir Uyg'urning mechiti, madaniyat markaziga aylantirish bir tarixiy ahamiyatga ega bir voqea bo'ldi. Buni albatta Turk Arabning matbuotlari keng ko'lamda tarqatgan bo'ldi. Siz Kanada Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi bo'lish sifatingiz bilan bu cherkovning mechitga aylantirish sizningcha Kanadadagi Uyg'urlar uchun ham dunyodagi Uyg'urlar uchun qanday bir ahamiyatga ega deb qaraysiz? Ko'p rahmat. Oldi bilan shu xizmatga kuch chiqargan 2008-yildan boshlab boshlangan bir nishonni g'oya qilib, vatanparvar qarindoshlarimiz kichik bir guruh oldi bir kelib oldi bilan Toronto Uyg'ur masjidida bir setib oldi. O yani 5-6 yıl faaliyetimizge işlettik. Yalğız o meçit dep atalgan bilen bu yerda ballar oqatdi, har xil faoliyatlar, hatta nikah, yig'ilish degandek ijtimoiy diniy faoliyatlarmi, jamoat faoliyatlar bo'latdi. Va jamoat bo'libmi Uyg'ur maktablariga ballarni akab berish jarayonida bu yer kichiklik qildi. Shunlashga cho'ngroq bir yani özümüzning shu asosimiz bo'lgan ekan, tayyor Uyg'ur masjidi setib olgan bir yer bo'lgan ekan, shuni kengaytirish plani bor jamoatning. Sharqiy Turkiston Kanada jamiyati nayta aktivchilar challoq bilan Turg'un Abduvali do'stimizning yetakchiligida anadakin burunqi shu Toronto masjidining idora heyeti, anadagi Ibrohim Karim shuning yetakchilari bular birlashib jamoatni harakatlantirib shunday bir yanim qilayli, bir o'zimizning shu birisi mablag' yo'qolib ketmasin, ikkinchidan buni bir kengaytaylik degan plan bilan harakat boshlab yerga qaraganda shu kasallik sababidan bu cherkov tashlanib qolibdi ekan. Bu cherkovning bosh pastormi shu yerda yig'indi dedi. Biz haqiqatan yani bir shu beqish ananikin buning zarur bo'lgan chiqimlarni qilishda nayt qiynalib buni setishga chiqarganlikda. Bular men aytib mamnun bo'ldi. Ya'ni bir Allohning uyining bir dindagi jamoatdan boshqa bir dinga o'tishi, lekin bir Allohning uyi sifatida ibodat shaklida davom qilishi va shu bir diniy jamoatning shu uzun muddatlik tarixiy bir cherkovning aslini saqlab qilib hech bir nimasini o'zgartmay mishaning beqilishi
remonti va har xil bezilishi shunday chiroyli shaklda saqlab qilinishi uchun bir jamoatning o'tirg'i chiqqandan buni sitvagandan ularni aytib mamnun bo'ldi shu mahaldagi butun shu burungi chirkovning a'zolari keldi bularni so'zladi nayt xush bo'ldi hamda bu nayt favqulodda siz degandek ahamiyatga ega chunki bu ya bir markaz yana birisi bu uyg'urlarning hozir butun shu diniy e'tiqodi til yiziq urf odat uyg'urni uyg'ur qilgan barliq milliy va diniy bizning omillarimiz va kimliklarimiz Xitoy tarafidan cheklangani uchun shundoq bir yerning bo'lishi va shundoq bir yerni hech qanday qarzsiz holda sotib olishi ozgina uyg'urlarning haqiqatan bir hayot qilish hikoyasi deb atayman. Chunki bu yer degandek yolg'iz diniy markaz emas, vaqti kelganda bir to'y to'kin markazi, vaqti kelganda maktab, vaqti kelganda ijtimoiy faoliyat Uyg'urlarning milliy va diniy an'analarini joriy qildiradigan va tashqi dunyodagi va boshqa shu Kanadaning ichidagi boshqa millatlarga bu ulgu bo'lg'idek bir yerga aylandi demisimi kelganlar hatto millat vakillari kelib bu yerda o'zlarining qanchalik iftixorlanganligini nurg'un cho'ng jamoatlarning shundoq bir yerni setilish uchun bankadan qarz olib nurg'un yillar tayyorlik qilganligini aytdi shu jihatdan aytganda Kanadadagi Uyg'urlar shu Sharqiy Turkiston Kanada jamiyati va Toronto Uyg'ur masjidi va boshqa har qaysi jamoatlarning harakat qilishi bilan cho'ng bir utuqqa imzo atgan bo'ldi. Olgan hesap bende elbette bu koronavirüs tarqalgandan beri sizin o Kanada tunji qitim safar qilishimiz elbette siz degandek elbette bu Çerkavning meçit qayinlab meçitning içilish murosimiga kelish bir sabab bo'lsa siz elbette yana Kanadada Mehmet To'xta Efendi bilan hamda bir muncha Kanadaning siyosiyonlar bilan ko'rishdingiz. Bu yangi saylam hamda tugab yangi o'xshash hukumat chiqqan bo'lsa-mu sizning bu ko'rishlaringiz jarayonida hamda ishlangan bu Uyg'urlar masalasi qanday shaklda o'tirib qo'yildi ham sizningcha bu Kanada hukumatining bu Uyg'ur masalasiga bo'lgan qiziqishi ham qo'lishi qanchalik darajada deb qaraysiz? Bu Kanada bu keyin bo'libmi Sharqiy Turkistonda bu Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizgandan buyon mayli Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bo'lsin va boshqa xalqaro sorunlarda bo'lsin ovozni eng yuksak chiqarib kelgan va Xitoyni eng qattiq tanqid qilib shu harakatlarda boshchilik qilib kelgan bir davlat. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida hozirgacha nurg'un qatim Xitoyga qarshi Xitoyning bu Sharqiy Turkiston siyosatiga qarshi davlatlar birlashma bayonotlarni e'lon qilgan bo'ldi. Buning tunji qatimi 2019 tunji qatimda shunday bir hatto Chingchangga xat yozish Sharqiy Turkiston ziyorat qilish Beijingdagi elçiler. Şunun hareketini Kanada elçixanası başlatkan. Keyin onun tunji bo'lib Sharqiy Turkistondagi bu qirg'inchilikni irqiy qirg'inchilik deb to'nigan parlamenti Kanada parlamenti. Onundan keyin Gollandiya, onundan keyin boshqa parlamentlar. Albatta hukumat bo'lib Amerika hukumati tundi, ammo parlamentlardan chiqqan tunji parlament Kanada parlamenti bo'lganda. Onundan keyin 6 tane parlament AQQ'dan shunday bir qaror chiqadi. Shuningga bu Kanada, onundan keyin bu Kanada parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qurildi. Bu do'stlik guruhi ba'zi davlatlarda Uyg'ur do'stlik guruhi qurildi. Bu ba'zilari rasmiy emas bir grup ama bu Kanada'dakisi şu resmi bir şekilde kurulgan bir grup bulup 40'tan artık hatalaşmışsam belki 40'tan artık milletvekili var. Okşamagan siyasi partiyalardan bu vakti belki Mehmet To'xta efendim tek yaxşırak malumat berdi. Demek Kanada siyasette Şarkı Türkistan meselesi, Uygur meselesi bu keyinki bir qancha yildan buyon intayim chunqur bir tamg'usini uğan, nayt cho'ng g'ulg'uli bo'lgan bir mesele haliga kelgan. Shuningga bu qatim hem de yeniden saylam oldu. Aslında bu saylam biz buraya kelimizge vaqtida bu saylamning gepim yo'qdi. Keyin tuyuqsizlanma ciddi bir karar bir ayga yaqin bir 2 ay bo'lmagan vaqtning ichida saylam o'tkazilibdi. Biz bu yerga kelgan vaqtimizda bu saylamni tugagan bir vaqtga to'g'ri keldi. Undan keyin hem de bu yerda bu bizning bu safarimizning oldi keyindan Xitoyninki Huawei'ninki boshlig'i bilen iki Michael'ni amlaştırış veya ki iki Michael'nin qaytib kelish ve yüz bergandiki bu mu bütün gün tertiplerini asıl üstün kuvvetli demisekmi şunun ta'sir qildi. Şunun bu qatim bizning bu meselenin gün tertipga akilish muhim bir zurriyat bo'lib qoldi.
Zaten ben bir yer kelgen vaqtimizde 2019 yılga kelip Mehmet To'xta Efendi, Turg'un Abduveli Efendi, Shavkat İmam Efendiler bilan biz Ottawada bir hafta program qilgan. Har qaysi siyosiy partiyalarning rahbarlari bilan ko'rishgan. Shu vaqtlardagi kun tartibga kelgan muhim temalarimizning birisi shu muhojirlar masalasi. Turkiyadagi, EBA'dagi qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizni Kanada bir ko'chman qilgan, qabul qilgan davlat bo'lib sifatida mushu Uyg'urlarga ega chiqish masalasini muhim kun tartib qilgan va Hüseyin Celil meselesini biz şu vaqtdagi muhim kun tartibimizning birimiz qilgan. Ammo ishki Michaelning meselesi o'tirishib kelgandan keyin biz bu Uyg'urlarning chet eldagi Uyg'urlarning bu aeroplanda ishki Michael kelgan aeroplanda Hüseyin Celilning birga tushishini orzu qilganliklarimizdan iborat bir nimamizni va buning sabablarini surishtirib qilish, texim qattiq bir surishtirib qilish zaruriyati keldi. Shunga biz Ottawa'daki ve Montreal'daki meyli hükümetin adamlarıyla görüşmemiz olsun, ya ki senatörler, parlament azalarıyla görüşmemiz olsun, muşu meselelerini gün tertibine geldi. Şu burun biz devamlı tepkigen meselelerini birisi bulup manındaki muşu Hüseyin Celil meselesi. Bunu Kanada'nın bu işki mayıkını yandırıp ekegendikin Kanada'nın bu orunun mu demek kılmendiyse kılalaydıqallıqından ibaret bir reallıqını gösterkenligine. Şunun bu Hüseyin Celil'in bir Kanada vatandaşı buluş bilen bunu en kısa vaqtingizda qutquzishning bir Kanada uchun bo'lmaydigan bir zurriyat bo'lib, har vaqtdagidan texnik jiddiy bir zurriyat bo'lganligini bu Uyg'urlar uchunmi, butun Sharq Turkistonliklar uchun bir umid berayotgan bir hodisa bo'lganliklarini, iborat bir orzularimizni kun tartibga keldik bu yerda. Yanından keyin albatta yana burunga o'xshash bu Uyg'ur muhojirlar masalasi, masalan Afg'onistondagi Uyg'urlar masalasi, tuyuqsiz bularmi keyin o'tirg'i chiqqan masalalar bo'ldi. Yerdimi bir qancha yüz aile varken bazı şu anın vatandaşları boğan, ikinci, üçüncü avlat insanlar boğan bolsa mu Taliban bilen Xitayning yaqinligi ularning hayotini taht ostiga qo'yib qo'ygan. Bu jihatdagi andishlarimizni, ularning qutqizish zurriyati borliqlarini, andan keyin yana boshqa davlatlar, Turkiyalarda iqomatsiz, pasportsiz, vatansiz qolgan yoshlarimiz va bolalarimiz va qarindoshlarimiz ularning masalasini ega chiqish masalasi. Shunga o'xshash bir qator masalalarni so'zlashdik. Undan boshqa 11 ayda Dünya Kurultayı'nın Prag'da o'tkazilgan qurultayga biz kurashgan parlament a'zolarini eg'izimiz bilan, yalnız yazmaymiz, eg'izimiz bilan 100 turani taklif qilish fursatimiz bo'ldi. Bu qurultayning hozirgi faoliyatlari haqida ularga bir ma'lumot berish fursatlarimiz bo'ldi. Shunga o'xshash bir qator faoliyatlar bo'ldi. Ayt yaxshi, unumli bir yig'inlarni o'tkazdik. Mehmet To'xta Efendi bu albatta Kanada hükümeti Huawei'ninki maliye başlığı hamdi. Man bence ne hamdi bu işki Michael'ga tegishgan bo'ldi. Man bence ketdi, qahramon bo'lib Xitoyda. Ishki Michael 3 yilga yaqin Xitoyning turmush yetib qaytib kelgan bo'ldi. Haqiqatan nurg'un Kanada matbuotlarining analizlarida hamda Kanada hukumati Xitoyga qattiq turishi kerak bu masala, nurg'un masalalarda degan bo'ldi. Sizningcha hamda albatta Luqay izofen deganda Hüseyin Celil yo'q bu, qaytib kelgani yo'q. Kanada hukumati dastlabdan boshlab Hüseyin Celil masalasiga alohida ahamiyatni berib ketmagan. Xitoy shunday o'ylayotganda Xitoy hukumatining chiroyiga qarab oxiri tashlab etgan bo'ldi Hüseyin Celilning masalasini. Ammo shu sababdanmi nurg'un analizchilarning ayni vaqtda Kanada grajdan bo'lgan Hüseyin Celilga Kanada hukumati ega bo'lmaganligi uchun Xitoy hukumati mashki Michaelni go'raga olgan chog'da Kanada hukumatining tish patmagan yeri shu. Chunki bir yomon o'lgini o'zi yaratgan, ega chiqmay o'zining grajdaniga. Hozir sizningcha bu ishki Michael qaytib kelgandan keyin hozir Justin Trudeau qayta bosh minister bo'lib saylanib chiqqandan keyin bularning hamda Hüseyin Celil masalasiga qayta cho'ngroq diqqat berishi mumkinmi? Hamda uni qaytib kelish uchun bir tirishchanlik va hukumat darajalik bir tirishchanlik bo'lamdi. Qanday bo'ldi deb qaraysiz hozir? Sizlarning ko'rish natijalaringizga qaraganda. Ko'p rahmat. Shu ishki Michael qaytib kelgandan keyingi Kanada matbuotlarida hozir hamda bilishimizcha Kanada vatandashi yoki Kanadaning mangulik ultra qilish huquqiga ega bo'lgan va Xitoyning turmush yetayotgan 124 kanadalik bor. Hamda buning ichida hozir ishki Michael qaytib kelgandan keyingi butun matbuot xabarlariga qarasak, so'ralgan birinchi savol Hüseyin Celil. Yoki oldingi nimaga chiqqani Hüseyin Celil masalasi. Chunki buni birsi shu uzluksiz shu masalani o'tirib qo'yganimiz sabab bo'lsa, yana birisi bu dialoga uzun bo'lib ketdi. 2006dan boshlab hisoblaganda hozir mana 15 yildan eshib qoldi. Endi eng muhim masala bu yerda Kanada bilan Xitoy o'rtasidagi shu Hüseyin Celil masalasida Xitoyning
bu Senjil'nin Kanada vatandaşlığını itiraf kılmayı buna Xitay fuqarası degan narsada ching turib bilishi. O'zining garajdallik qonunining 3 va 9 moddasiga xilop holda Senjilni Xitay fuqarası deb Kanadaning hozirgacha sotlarga qatnashish yoki shu elchixonalardan odamlarning majburiyat va Viyana shartnomasi bo'yicha bir davlatning fuqarosi yana bir davlat tutilib qolsa, consular access degani shu bularning. Ya'ni konsulxona amaldorlari cho'qim u odam bilan o'zining vatandoshi bilan oyda yoki qarorlik ko'rishib turish kerak. Xitoy buningga bir qatim ruxsat qilmadi. Bu yerdagi birdan-bir Xitoyning ilgari surgan narsasi bu Sanjalil o'sha Qashqar tug'ilgan Xitoyda tug'ilgan, uning uchun bu Xitoy vatandoshi degan narsa. Hozir o'tiridagi birdan-bir shu Sanjil masalasini taslashtirayotgan narsa Kanadaning oz yo'l mingishi, jiq yo'l mingishidan boshqa Xitoyning inkas qaytarmasligi bu cho'ng masala hamda. Shunda bo'lsa-mu, bu masalani uzluksiz tutib qo'yamiz. Hozir ko'rishlardimi, matbuotlardan, ommaviy tashkilotlardan bo'lgan besimlardimi hukumat buni his qilganlik. 3 kun burun Tashqi ishlar ministri Mark Garneau'ning bergan bir bayonoti bor. 2 Michael qaytib keldi. Bundan keyin Kanadaning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi qanday bo'ldi deganda savdo ishlarida va muhit o'zgarish masalalarida hamkorlashimiz, lekin Uyg'ur, Tibet qatorliq kishilik huquqqa munosabatlik, inson haqlariga munosabatli masalalarda demokratiya, shu qonun bilan davlat boshqarish va insonlarning o'rtaq qimmati bo'lgan o'sha xalqlik prinsiplarda Xitoy bilan challenge, ya'ni Xitoy bilan tirkishimiz deb uchiqashgan. Ya'ni hozir garchi saylan bo'ldi siz degandek, yangi hukumat qurildi. Shu o'qitish partiyalarning programmasida Uyg'ur masalalari alayda o'tirib qo'yilgan. Uyg'ur masalalar bo'yicha Xitoyni bosh qo'yib yotmaslik haqida konkretni siyosiy tadbirlar, siyosiy partiyalarning saylan va'dalari, saylan programmasi kirdi. Unda bo'lgani uchun hozirgi hukumat garchi o'xshash hukumat bo'lsa-mu, burungi osonlik Justin Trudeau hukumatidan jiq ojiz. Burun ikki gapning bir so'zi men saylam qilaman deb boshqa partiyalarni qo'qitib, bulardan qo'llashga erishadi. Hozir hamda yana tugan yana saylam qilaman deyolmaydi. Unda bo'lgani uchun o'qitish partiyalarning bisim kuchi texmi kuchli. Anadikin bu Justin Trudeau hukumati boshqa siyosiy partiyalarning qo'llashini qo'lganmay turib, hech qanday parlamentning qaror chiqarolmaydi, o'zining diginni qilolmaydi. Ko'proq o'qitish partiyalarning programmasiga bo'ysunib turib, mangmasa, ya'ni confidence vote deb qo'ydi inglizcha, ishonch ovoz. Shunga erishamay yana hukumat chiqib ketdi. Nayta aciz, ya'ni jipning ustiga bog'langan, paxta jipiga bog'langan hukumat desak bo'ladi. Shuning uchun shu sharoitdan ching tutib hamda biz o'qitish partiyalar garchi hukumat boshqarmagan bo'lsa-mu, hukumatga qiladigan ishlarni besim qila oladi. Shular bilan raisimiz Dolqin Esa bilan bo'lgan ko'rishdimi, ham hokimiyat beshlik partiyaning millat vakillari, ham o'qitish partiyalarining konkret masalalar haqida nima qildi. Qanaqadir tashqi ishlar ministri Mark Garneau'ning senior policy advisor, ya'ni bosh siyosiy maslahatchisi. Uni bilan xil uzun o'tirib, biz konkret masalalar haqida paranlashdik. Siz degandek, bu Kanadada ham Sanjil masalasi yolg'iz birla masala emas, bu butun Uyg'ur fayl deb qo'ydi bular. Ya'ni Uyg'ur masala sifatida Sanjil uning bir tarkibiy qismi, Kanadaning shu Uyg'ur milliy qirg'inchiligini hukumatning qabul qilishi, parlament olgan qarorga hurmat qilishi ikkinchi masala. Anadan keyin majburiy emgakdan shakllangan nurg'un mahsulotlarning Kanadaga kirishi uchinchi masala. Anadan keyin Xitoyning ta'sirini azaytish uchun qonun chiqarish bu masalalar va demak ana boshliq sifatida 4-5 moddalar va bu shu bir Uyg'ur fayl sifatida Kanada hukumatining siyosiy kun tartibining ayrilmas bir qismi bo'ladi deb o'ylayman. Dolqin Esa efendi, bu albatta bu qitimqi Kanadadagi saylamda Xitoy hukumati asosan yaxlagan kandidat bo'lsa, Justin Trudeau, hozir qayta saylangan bosh ministr. Erin O'Toole, ya'ni konservativlarning boshlig'ini uning keng ko'lamda qarshi turib, hatto Kanada hukumati matbuotlarida bu Xitoy hukumatining bevosita Kanadaning saylamiga aralashganligi, buzg'unchilik qilganligi to'g'risida ko'p xabarlar tarqaldi. Albatta sizlar Mehmet O'Tapan degandek sizlar hozirgi Justin Trudeau hukumatining amaldorlari bilan ko'rishganda hamda ular hamda Uyg'ur masalasini hamda ya'ni o'tgan qitimdek normal shaklda albatta Uyg'ur masalasi ko'ngil bo'lgan taqdirdami bundan keyin texmi yana bir qadar kuchliroq shaklda qo'llaydigan maydonni ish borildimi? Ama hozir texi saylam tugili bir hafta bo'laydi-da.
Yoktu, tek hükümet kuruluş basqıçıdayken biz görüşkendikin tek qanda bir siyaset olanın ki aldığımızdaki hükümet kuruluş programısını ilan qiladigan işken bunun için hazır ciddi işler aldıraşken yeni hükümetini kuruş için. Şununla hazır görüşkenlerimiz bu her qanda bir narsa to'g'riliq bir narsa deyishgan aytib baldır ekanligini dedi. Fakat özümüzdeki bizning arzularimizni ifade qildik. Abed Mehmet Tohtapen degandagidek bu hükümet hem de muhalefet bu kadar küçük bir muhalefet misalen duş keladigandak. Şununla Mençimi bunun keyinki Kanada'nın Uygur meselesi, Şərq Türkistan meselesi olan pozisiyası burunqıdan küçükroq. Şununki Justin Trudeau efendim şunu mecbur boldigandek bir hava var. Şunun ama hazır bir narsa deyiş çünkü hükümet kurulmagan qaysı hatta bu kadın hükümette ministerlik vazifesi iliş ihtimali bolgan bazı parlament a'zolari bilan sözleşken boldik hem de çünkü işimi tek aniq emas. Bu to'g'riliq bizning qolgan nimalarimiz şu hislerimiz. Hem de şununla bu 11. ayının başları, 10. ayının ahırları, 11. ayının başları hükümet kurulup bolduğun dikidek resmi çıksa. Hem 11. ayda ahırda biz kemekçi diyege. Muş hükümet kurulup bolğan dikin şularını sözleştik. Çünkü 11. ayda Halifax'ta xalqara bexatarlik konferans var. O yagi bizim 2019'da çaqagan 2020 onlayn bilen bolğan bu qatim resmi insanlar kelip ötküzülmek şunundan qaytıp biz şulanımı hatta ular özlerinin kalendarlarına onu kirgizgen boldu. Şu vaqtimizda şu Halifax'tan qaytıp men şu Ottawa'ga kelip Meşede Kanada parlamentida hükümetler bilen şu vaqtidagi hükümet bilen meselelerini ciddi şekilde bir haftada turup bazı lobi faaliyetlerimizni yapmakçı. Şu vaqtida texmo konkretnaraaq texmo aniq şekilde sizin sualınıza cevap vereleyimiz. Albatta. Mehmet Tohtapen siz degandek hozir albatta bu masalan Erin O'Toole bilaning agar hukumatga bu bosh minister bo'lgan bo'lsa bularning Uyghur masalasiga bo'lgan qo'llashi alohida bo'ladi. Siz degandek ularning bir planlari, yangi bir siyosatlarni o'tirib qo'ymoqchi bo'ldi. Albatta Xitoy hukumati hamda Erin O'Toole bo'lgan qarshiligi ham anlaşmalarga qaraganda siz obdan bilishimiz kerak. WeChat'dan foydalanib Kanadalik grajdan bo'lgan Xitoylarni cho'chitish orqali, uning bilet tashqizmoqchilik orqali bu Erin O'Toole'ning chiqishini yo'l qo'ymagan bo'ldi. Ama agar Erin O'Toole bosh minister bo'lgan bo'lsa, sizingcha Uyg'ur tutgan siyosat qanday bir shaklda o'zgardi deb qaraysiz? Albatta yana osmon zamin demasakmi, amaliy siyosiy tadbir, ya'ni Kanadaning umumyüzlük Xitay siyaseti meselesi de çok bir buruluş bulattı. Çünkü biz 7. aydan başlap şundaq bir saylam ihtimallığını iki kısımda alğandan keyin biz 5 maddelik bir hareket planı tüzüp bunu bütün siyasi partiyalarga yollagan. Şu biz e'lon qilgan şu Uyghur Rights Advocacy Project nomidan 5 maddelik şu Kanadada Uyg'urlarga munosabatlik siyasi hareket planının 4'ini Erin O'Toole yani Konservatif Partiya özünün şu hükümet kuruşdaki hükümet programması kirgizdi. Bu 4 madde nima deganda birisi Uyg'urlarga bo'lgan şu milliy qirg'inchilikni Kanada hukumatining e'tirof qilishi. Bu eng halqiliq narsa. Chunki nurg'on qarindoshlar e'tirof qilsa nima bo'ldi, e'tirof qilmasa nima bo'ldi deb menda o'ylashi mumkin. Bu milliy qirg'inchilikni e'tirof qilish deganlik, e'tirof qilgandan keyin hukumatlarning ustiga tushadigan qonuniy mas'uliyat bor. Bu qonuniy mas'uliyat ana tema sifatida 3. Birisi şu 1948 yildagi Milliy qirg'inchilik Jeneva ahdnomasi bo'yicha şu qonunning ahdnomining ismi aniq. Birisi bu bo'layotgan milliy qirg'inchilikni to'xtatish. İkincisi bu milliy qirg'inchilikqa ishtirok qilgan bu jinoyatni ishlaganlarni jazolash. Üçüncüsü, 2006 yılda Kanada'nın izchil terrorchilik bilan kirgizilgan 3. madde Responsibility to Protect Doctrine deydi. Yani bu milliy qirg'inchilikning qurboni bo'lganlarga ularga yordam qilish, ularga bir mas'uliyat ustugilish. Yani bu milliy qirg'inchilikni to'xtatding, jinoyat ishlaganni jazolading, qurbonlar nima bo'ldi? 3. madde var. Shunlashqa bu bir davlat buni qabul qildi deganlik.
bu mesele kişilik hukuk ramkisidan çıkıp ketdi deganlik. Kişilik hukuk ramkisi bo'yicha bu masalani o'ttirib qo'yganda, buningga munosabatlik tutadigan siyosat shu ikki davlatlar o'ttirdi bu masalalarni o'ttirib qo'yish, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yoki ayiblash degandek masalalar. Lekin bu milliy qirg'inchilikni e'tirof qilganda, bu milliy qirg'inchilik ehtinomisi bo'yicha davlatlarni jazolaydigan yoki davlatlarning o'zlarining fuqarolariga ishlagan jinoyatini ta'riflaydigan bir qancha xalqaro qonun bor. Buning birisi milliy qirg'inchilik, ya'ni genocide. Ya'ni bu davlat o'zining fuqarolariga, mudofiasiz fuqarolarga davlat kuchidan foydalanib bularni yo'q qilish, jismoniy va ma'naviy jihatdan tan jazosi berish, bularning tug'utini cheklash, bularning o'limini keltirib chiqaradigan sharoitlarni yaratish, bularni bolalarni arvitish degandek 5 moddasi bormi milliy qirg'inchilikning. Shularning hammasi davlat ishlagan jinoyatlarga qaratilgan. Buni e'tirof qildik degan gap, e'tirof qildi degan gap Kanada hukumat buning mas'uliyatini, qonuniy mas'uliyatini ustiga elish kerak degan gap bo'ldi. Shu jihatdan eng muhim masala mush edi. Qolgan shu majburiy emgakka munosabatli moddalar va anadan keyin Huawei'ning cheklanishiga munosabatli moddalar va anadan keyin shu Uyg'ur musofirlarning Kanadaga kelish masalasi va Xitoylarning Kanadadagi bo'libmi Uyg'ur va boshqalarga qaratilgan har xil bo'zaq qilishini cheklaydigan maxsus qonun, anadan keyin shu Kanadaning o'zgartirish nurg'un qonunlar. Mushlar hammasi Konservativ partiyaning saylam programmasi bor. Siz degandek Xitoy hukumatı biroz alahsada bo'ldi. İsmini atab turib. Agar bu partiya hokimiyat chiqsa, andaq bo'ladi, mandaq bo'ladi, oqibati oq bo'ladi, ko'k bo'ladi degandek. Va Kenichi deb Hong Konglik bir Uyg'ur do'stlik guruhining a'zosi, nayti yaqin bir do'stimiz bordi, o'zi Hong Konglik. Xitoy bo'lmasa, o'shuningga top yakın hücum qilib shuni saylatqizmadi Xitoy. Hamda hozir bu masala Kanadada ikki qismda qozonda qaynaydi. Hamda Kanadaliklarning biroz g'azablantirgan narsaning birisi hozirgacha Justin Trudeau hukumati Xitoyning shu Kanadaning erkin saylamiga bo'lgan qo'pollik bilan orilishiga qarata hech bir bayonotni bermadi, ig'zoki ayiblamadi yoki buning munosabatli organlar bilan surishtirishni qilmadi. Shunlashqa hozir hukumat deganda, raisimiz deganda qurilish bosqichi turdi. Qurilgandan keyin bu masalalar Kanadada yana qozonda qaynaydi, toki qonuniy jihatdan bu ishlar bir yak bog'lanmaguncha bu to'xtab qolmaydi. Tolqin Aysa bende hazır o saylam hazır Kanadalı emas. Senin Germaniyada hem Yaponiyada mı kayne bulab yana hükümet çıkış oldu turbatdı. Germaniya hükümeti hem de Angela Merkel'nin yetakçiliğinde Xitoy bilan apaq chapaq bo'lish, Xitoy bilan so'd qilishdan boshqa Uyg'ur masalasini bostirib qo'ygan bir hokimiyat bo'lgan bo'ldi. Hozir yangi hukumat chiqsa, yana bo'lib Yeshillar agarchi hokimiyat beshi bevos chiqmasmi, hokimiyat o'ynaydigan roli bo'libmi, tashqi ministrlikda o'ynaydigan rolini aytdi, cho'ng bo'ldi deb mo'ljallanmoqda. Sizningcha o'zimdan beri sizlar Germaniyada Yeshillar naitdi, qo'yiq munosabat o'rnatib keldinglar, Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqqan asosli partiyaning biri bo'ldi. Agar Yeshillar partiyasining raisi hozir Germaniyadagi yangi hukumatning tashqi ishlar ministri bo'lsa, sizningcha bu Uyg'ur masalasida Germaniyaning siyosiy burilishi qanday bir cho'ng rol o'ynaydi deb qaraysiz? Şu bu Germaniyanınki siyasi Xitay siyasetimi ma'lum derecede bir buruluş buldu deb o'ylaymiz. Merkel 2016gacha buxarlıqdığınızda dünyada şu kişilik hukuk meselesi de olsun, demokratiya meselesi de olsun, hali yüksek avaz çıkarıp kelgan bir liderdi. Ama 2016'lardan keyin qatimliq saylam, yani 3. qatimliq saylamdan keyin Merkel bu meselelerini asasen unutup, Avrupa Xitay o'rtasidagi o'zaro mablag' selish meselesini asosli ko'tardi. O kişilik hukuk va demokratiya bu meselelerinin biraz ko'lamgisi ostida qo'yib qo'ydi. Biz 2010 Merkel şu Xitay demokratlardan ve Xitay muhalefet öksüçilerden Ai olsun, Liu Xiaobo'nun ayalı olsun, muşların hemmisini şu ekegen Germaniyaga. Hatta ilan to'xti meselesini mi? İlan to'xtini 2014 yıl keskin vaqtida tunji qatim bunun nisbatan keskin bir meydan turup radiya beradigan bir liderdi. Başka devlet rehberleri nima qilamagan. Ama keyingi vaqtlarda Sharq Turkistonda bu irqiy qirg'inchilik meselesi o'tirib chiqqandan keyin Germaniyaning tashqi ishlar ministrliklari, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti aktiv rol o'ynagan bo'lsa, ammo Merkelning eg'izidan bu narsani biz anglamadik.
Chunki Xitoy bilan bo'lgan narsada xafa qilmaslik, mushu iqtisodiy manfaatni eng asosli o'rin qo'yib olganlik uchun najjiq tanqidlarga mushudi bizlarmi nurg'un xatlarni yozdik. Hamda mavo yeşiller bo'lsin va sosyal demokratlar bo'lsin, bular biraz kishilik huquq masalalariga texnik ko'p ahamiyat beradigan bo'libmi yeşiller bizning uzun yillik hamkorligimiz, qo'yiq aloqamiz bo'lgan boshqa sosyal demokratlar bilan shu aslida bu xristian demokratlarning ichidami kishilik huquq masalasiga Uyg'urlarga bo'layotgan bu zulmga sezgur muomala qilgan yaxshi do'stlarimiz bor. Ama Merkel'nin pozisiyonu şunda bo'lganligi uchun bizni afsuslantirgandi. Bu qatim hem de eğer sosyal Germaniyaning tashqi ishlar ministri Heiko Maas o sosyal demokratlardan birinchi partiya bo'lib chiqdi. U har qatim Birleşken Devletler Teşkilatlarida 48-qatimlik yig'indimi Afg'oniston konferensi uchun ochilgan yig'indimi Uyg'ur masalasini alayda tilga oldi. Bu qatimki yangi hukumatda sosyal demokrat Gürün Yeşiller mushlardan tashkillangan bir hukumat bo'ldi deb orzu qilyapmiz. Bo'lsa biz bularning pozitsiyasi burunqi Merkel hukumatiga qaragancha texim keskin, texim qat'iy bo'ladi. Xitoy siyosatida yangi bir bo'linish bo'ladi deydigan umidimiz bor. Shuni biz Yevropaga qaytgandan keyin bu masalada yangi hukumat hozir qurilish bosqichida bular bilan ko'rishib, bularning bir to'mirini tutish, bu masalaga aktiv bir texim burunqi qaraganchadagi so'zqillikni buzish haqida harakatlar olib boramiz. Navs ahir sol Mehmet To'xtab Efendi bu yangi hukumat albatta qurilyapti Justin Trudeau hukumati. Shunda bo'lsa ham de o'tgangi hukumatning davomi bu hukumat. Ana kim bu hozir ham de Uyg'urlarning ko'chmanlar masalasi, masalan, Kanada cho'ng bir davlat nufusi oz, yilda chet eldan minglagan, 10 minglagan ko'chmanlar akayotgan bir davlat. Hozirgi vaziyatda Uyg'urlarning bo'lib ham de Amerikada, Yevropada ki Uyg'urlar esa bexatar bo'lgani bilan Məsələn, yaxında Türkiyədə məsələn Norvegiyaga 100-dən artıq Uyğur aeroplan almışıq keçib gələn oldu. Başqa Uyğurlar, başqa amallar bilan başqa dövlətlərə keçiş uğrunatdı. Məsələn, Avropaga qaçman degan Uyğur yaş İdris Hasan hazır bu Marakeşdə yana tutuqluq sot keyniga sürülgən oldu. Xitoy hökumətinin təşəbbüsü bilan hazır bunun işi nədən-nəgəcə aniq emas. Bundan sırt yəni bəzi Uyğurlar məsələn Müşilning beşi Belarusga keçib Turkiyada bir turayotgan bir Uyg'ur o'zining taqdiridan ayrisilan koronavirus bo'lib Belarus tugab ketgan bo'ldi. Hozir albatta Turkiyada turayotgan Uyg'urlar garchi Turkiya prezidenti Erdo'g'an bu qitimliq BDT yig'inida Uyg'urning gapini o'tab ketgan bo'lsa-mu, ammo siyosiy jihatdan Uyg'urlar yana vahima ichida iqomatlari hal bo'lmagan bir vaziyatda Turkiyada uzun tursa ikki davlat kelishsa yana atalmış cinayet almashtırışını Xitoy talab qilgan nurg'un Uyg'urlarni qaytarib berish mumkin degan vahim ichida qacha bo'lib ketib bordi. Siz bu Kanadada uzun yil hukumat bilan aloqa bog'ladingiz, ham ko'chmanlar ishlariga mas'ul, ham shu ko'chmanlar bilan aloqangiz bor. Sizningcha bu yangi hukumat qurilganda Uyg'urlarga osonda bo'lsin bir Kanadaga bir akilish fursatlari yarildi deb qaramsiz? Ko'p rahmat. Bu masala darvaqa 2-3 yildan buyon beşimizden qatı olgan köp işligen mesele Kanada'da. 2019-yılı reisimiz Dolqun İsa kelgende bu köçmenler ministri yardımcısı bilen görüşüp biz şu Türkiye'de bir yardım qilish ihtimolimiz bobqasi qo'limizga kelganini qilaylik deb tizimlik var. Uni ratlab, onu besh Kanadaning o'lchamlariga mos solg'a qo'limizda shu uchurlardan foydalanib ularni bir arxivlashtirib, bularga keyin ta'minlab bergan bo'ldik. Ya'ni hukumatning qo'lida bu tizimliklar bor. Bu yerda yana shu 2020-yil 10-oyda Kanada parlamentining olgan bir qarori bor. Bu olgan qaror kishilik huquq komiteti olgan, keyin tashqi ishlar komiteti buni qo'llab dastlabki 5 moddalik qarorni 15 moddaga chiqarib e'lon qildi. Buning 9-moddasida Kanada hükümeti hozirgi mevcut ko'chmanlar va muhojirlar siyosatidan foydalanib Uyg'urlarning Kanadaga kirishini qulaylashtiradigan maxsus iqlim yaratish. Bu alayda tavsiya, exceptional refugee stream deb shu so'zni ishlatgan. Bu parlamentning olgan qarori. Bu hükümet bunu icra qilish kerak. Endi biz tashkilotlar bo'lish sifatimiz bilan bir ishga emas, u yerda Uyg'urlarga yordam qilmasak, bu parlamentning, hukumatning qo'li bilan qilmasak, u qig'ilolg'a ish emas u. Parlament olgan qaror bor. Endi hukumat buni ijro qilishda bizga kelgan ba'zi uchurlarda bu ikki qator so'raldi bizdan. Turkiya bu Uyg'urlarning to'plab chiqishiga ruxsat beramdi. Chiqish ruxsati beramdi.
Hozir Kanadani bishidek bir masala bu. Har qatim basaq bizning egalliga ahvollarimiz va deydi. Endi Turkiyada qarindoshlar deydi, Turkiyadan bu Uyg'urlar chiqsa xo'sh bo'ladi deydi. O'tgan yil 9-oyda Qiyum Masimovni biz Anqaraga batdik. Anqarada Kanada tashqi ishlar ministrining o'rinlashuvchisi elchixona xodimlari bilan ko'rishdi va UNHCR ishxonasi bilan ko'rishdi. UNHCR ishxonasining bizga bergan ma'lumotimi shu. Turkiya ichki ishlar ministrligi bu Uyg'urlarni bunda to'plab chiqishiga ruxsat bermaydi. Bizga berilgan uchurmi shu. Kanada hukumati 3 qatim vakillarni sabatdi. Bularning egalligan mahsulot nimasi bor. Yalnız şoňlaşqa bu yerda buni tilga o'tib etishimning sababi bu haqida men hozirga to'xtalmagan, Kanadada ishlarni qilib kelgan. Turkiyadami bu Uyg'urlarning chiqishini xohlamaydigan bir kuchning borligi bag'an sari aniq. Bu nima sababdan onu bilmayman. Har qatim o'sha Turkiyadan bir Uyg'urlar Yevropaga kelsa, darhollam iqomat beradigan xabarlar chiqadi, darhollam vatandoshlik beramiz degan xabarlar chiqadi bu xabarlar. Demakki bu yerda bir maxfiy bir kuch bor. Bu nimani maqsad qiladi, onu biz bilmaymiz. Shunda bo'lsa-mu, Kanada shu yangi hukumat saylan mezgilida Afg'onistondan 40 ming panolanuvchi olamiz dedi. Ya'ni Kanada har yili 1-2 ming panolanuvchi oladi. Uyg'urlar masalasi shunchalar yuqori darajada qo'llashga erishgan yerda Uyg'urlarni ekilish masalasi uncha. Bu panolanuvchilar masalasi yerikkan hukumat uchun boshqa turadigan masala emas. Chunki siyosiy ig'irligi ig'ir emas buni. Insonparvarlik tarafi yuqori. Har qanday hukumatga shu Uyg'urlarga yordam qilmading degan bisimdan qutulishning ason yo'limi shu. Undan so'ng parlamentning olgan qarori bor. Bu yerda biz bilmagan ba'zi qiyinchiliklar bor. Bo'lmasa butun siyosiy partiyalarning o'rtaq. Chunki Kanada parlamentidan bu qaror chiqish uchun 5 siyosiy partiyaning hammasining ovozi bor bu yerda. Ya'ni bu hukumat bilgan narsa. Shu sababdan bu qarindoshlarimizning ba'zi amaliy ahvolni bilib qolgani yaxshi. Haqiqatan shu ko'chmanlar masalasida, panolanuvchilar masalasida tashkilotlar o'z turayotgan davlatlar turib, xuddi bir davlatning organlarida shuna yaxshi ishlayotdi hozirgacha. Qo'limizdan unda bir hukumatlardek unda buyruq tushirib, palonni olib qolib, Pistonda ekeladigan nimamiz yo'q, lekin hukumatlarga yo'l beramiz, tushundiramiz, mushularning ishlash sistemimizni arxivlashtiramiz, ahvolni ma'lum qilamiz. Shuna bo'lsa-mu, lekin biz Kanada parlamentning olgan qarori bo'lgani uchun biz faqat masaylamdagi yana buni keyniga tushimiz, yana shu o'zimizning kuchi yetmasa parlamentni ishga solamiz, yana kuchliroq bir resolution qabul qilishni o'rgamiz. Uni qabul qilamiz, shu Kanadaga Uyg'urlarning menimcha siyosiy qarorlarning berilish nimasining 60% tugidi, qolgani hukumatning ijro qilish nimasi qolib qoldi. Bu yana besim qilib, shu masalada nima qilamiz? U g'ayratlarimiz yana davom qiladi. Bo'ladi menimcha buning bo'lish ehtimoli kuchli. Ko'p rahmat To'lqin Iso apandi, Mehmet To'xta apandi bugungi suhbatga qatnashib berganinglar. Sizga ham ko'p rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Ilohim ko'rishguncha xushvaqt bo'ling.